Noldan biznes 1 million dollargacha 1 yil davomida. 14-son ko'ramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun yana 40 ta chiqib ketyapti, xudo xolasa. Allohdan bo'lib hammasi sotib ketdi. Ketdik o'zi. Bu safargi manzilimiz Magic City bo'ldi. Magic Cityda odam juda ham ko'p ekan. Ko'rib rosa xursand bo'ldim. O'yinchoqni chiqarib reklama qilishni boshladim. Oradan 15-20 minut o'tgandan keyin odamlar kelishni boshladi. Shu kunlarda juda ajoyib ishlar bo'lyapti. Megaplanetni savdogarlariga o'zim o'rgatdim shu pistoletni sotishdi. Ertasi kundan o'zimni haydashdi u yerda. Ba'zi odamlarga hayronsan, rix borasida juda ham ishonchlari past. Buni ham tagida bir hikmati bor ekan. Seulga kelsam, Seulda juda ham odam ko'p ekan. Megaplanetdan ko'ra 10 barobar ko'p ekan. 1 soatda ichida 25 tasini sotib tugatdim. Seulda Mostini oldiga borib yana 9 ta sotdim. Jami 34 ta sotdim. Eng zo'r maza qilib savdo qiladigan joy bu Seul ekan. Beg'al va bejanjal Seul ko'chalaridan qo'ymasin. Endi har doim Seul ko'chasida savdo qilaman. Seul ko'chasiga har joydan odamlar kelar ekan. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, har xil odamlar bor ekan. Bu pistoletni shampuni juda ham defitsit bo'lgani uchun O'rizordan shu shampundan topdim. Topib buni ham savdoga qo'ydim. Odamlar shu shampundan ham olishdi. Shampunda og'irligini aytmasa, zo'r foyda qolar ekan. Bugun 4 ta sotib 45 ming so'm foyda qildim. Shuna qilib bugunlik kunni ham tugatdik. Bugun 34 ta o'yinchoq sotdik, 15 ming so'mdan foyda qildik. 510 ming so'm foyda bo'ldi va 4 ta shampunidan sotdik. Shampunidan 45 ming so'm foyda bo'ldi. Jami foydamiz 555 ming so'm foyda bo'ldi. 55 ming so'm rasxod qildim. To'liq foydamiz 500 ming so'm bo'ldi. Общий pulimiz 1 million 400 ming so'm edi. 1 million 400 ming so'mga 500 ming so'm foydani qo'ysak, 1 million 900 ming so'm общий pulimiz bo'ldi.